Diksiya so'zlab berguvchi Abdurashid Niyoz apandim. Abdurashid Niyoz apandim bizga so'zning hukm doirasi va uning og'amga bo'lgan ta'siri degan temada so'zlab berdi. Sizlarga marhamat. Assalomu alaykum. Uyg'ur fondiniki quruqsi doktor Erkin Sidiq apandim va Mashal guruhi kasbdoshlar, qarindoshlar va yig'in ishtirokchilari. Bugun men so'zlash bo'lgan diksiyaning temasi so'zning hukm doirasi va uniki avam bo'lgan ta'sir. Maqola berilgan vaqt 20 soat. Şu 20 soatda maqola g'oyat zo'r pirsinib ketgan. Erkin komit talabi bo'yicha shu ba'zi bir mazmunni so'zlashni qistirib qo'yish to'g'ri keldi. Biz davomli ana til to'g'ri so'zlashimiz, adabiyot to'g'ri deymiz, so'zlaymiz. Tunigan Gulshan Abduqodir xonim kalimi to'g'ri so'zildi. Bir millatniki qanday tilni qo'llanishi bu bir ilohiy qonuniyat. Bu biz tanlagan narsa emas. Bizniki sözlerimizdeki kurulması, ilginin aldığı haberinin keyini kilişi, Xitaylarındaki bir boğumluk sözlerin buluşu, Araplarındaki isimlik ve fiillik cümlelerin buluşu, şu milletin üzerindeki fonetiklik, fizikilik, alaylık asasen masajlandırılgan. Yani biz devamlılık deyimiz, Türkler küresel güçler deydi, biz Uygurca iqtisadni yarışarlaştırılgıçlar deydi. İqtisadni yarışarlaştırılgıçlarının balları to'g'ri izlanish etpagan halimda. Yani bu bizdeki ana til bilan shug'ulimiz deyotgan kishilarning hammasini bo'lsa, tafakkurniki natijasi. Qanday til bo'lsa, shu til va tafakkur qilgan gap. Şunlaşqa bu zardarlarning ballari, yani yer sharini iqtisoslashtirgan kishilarning ballari aldı uygunluğun kesbi ana til, yani edebiyat. Ular onu yükselip bo'lgandan keyin onun uygunluğunu din tarihi, onunki sanat, onunki felsefe, onunki logika. Yani ular pulga ihtiyaç bo'lmaganlikdan texnikalarga ait, yani matematika, fizika, kimya, biyologiya, texnika uygunuş aciz. Pullar bilmiyor. Ularning en çok g'am adamlarni to'g'ri tunish va ularni o'zining o'rniga qo'yish. Onda bo'lgan ekan, bu yerda birdan bir muhtoj bo'lgan narsa aloqalashgan vosita til. Erkin Sidiqdan bir gap degandim, Amerikaliklarniki tushunishlar favqulodda yuqori. Bu tushunishlar favqulodda yuqori bo'lsa, ilmiy jarayon bilan munosabatlikmi yoki safasi bilan munosabatlikmi bir izlanib baqdim. Kim bilir Amerikalı pedagoglar uçuruşup kaldı. Moşu gapni dedim desem, o külkütüp bir sözünü düşünmezsen o sözü bilişin gerek. Nasıl onu uygunuşunu doğru kıldı. Amerika'da otur mektebini tatip, başlangıçını tatip, otur mektebi. Yani başlangıçındaki, toluksuzundaki, toluk oturundaki boğan til uygunuş jarayaları, söz uygunuş jarayaları var ki. Yani bir Amerikalı okuğucu otur mektebi bittiğin vakti 60 bin sözlük uygun bulduk ya. Yani 60 bin sözlük bizim tilimizdeki Uygur ızahlı logotu var. 6 ton, başta kırılıkta. Şu 6 tonluk yığılgan sözlüklerin özü 60 bin sözlük. Demek biz Uygur tilini Pristav 49'dan keyinki sözlüklerini yığıp bir logat kıldık. Yani Uygur ızahlı logotu. Şu 60 bin sözlükini Amerika'nın 60 bin sözlük oturmaya pitek uygun bulduk ya. Şuna açık ularla alak kılışış, düşünüş intan kolay bulduk yani, asan bulduk yani. Şunlaşqa bu ana tilimiz yalnız bir alaqılış vasıtası emas yoki edebiyat bo'lsin, mayli qanday til bo'lishini qatnazar, albilan o'zining ana tiliga pishiq bo'lgan vaqtida, u tafakkur o'zining ana tili yetilgan vaqtida boshqa kishilarni yoki boshqa tillarni o'zlashtirish iqtidor intan yuqori bo'ldi ekan. Hozir men bu yerda aytgan Zardarlarning ballariniki shu ana til bilan uygundi. O ingliz tilida texnik tilda uygundigan yoki arab tilida diniy til yoki fors tilida she'riy tilda unda uygundan ish yo'q. Alda öz qaysi millat bu shu tilda yetildirayotgandan keyin uningkin boshqa tilga yurgizgan. İkinci tema, ahir so'zlayman, bayada o'tib ketdim, g'oyat zo'rlar qislangan bu vaqtda. U to'g'riliq bir qisqa izoh berdim. Chunki men bir abzas 200 yillik tarixni men faqat bir abzas tayyorladim. Buni yani 94-yil Ruanda zo'r qatlami yuz berdi. Bu qatlamda 94-yili 4-aydan 7-ay bunun 100 gün içinde minuta 6 adam öldürüldü, cami 800 mingdan 1 milyon adam öldürüldü. Bu öldürülen kişiler bir millet. Yani aynı vaxtda bir millet bo'lgan. Keyin ular Tusiylar ve Susiylar deb
ayrılgan. Xuddi biz hozirgi o'zbek, uyg'ur deb ayrılgan o'xshagan. Bu yerda o'zgartgan faqat bir so'z. Yani fizyologik jihatdan, fonetiklik jihatdan ayrılib ketganimiz yo'q. Bir millat. Ama shular bir so'zni o'ttirib tashlab qo'yib, keyin vaqtgacha uning unumini shu yer sharlashgan iqtisodiy kuchlar bilgan va bayqagan. Shunga bu yerda Ruandadagi zo'r qirg'inchilikda 1 million odamning qirilib ketishi sabab bo'lgan faqat so'z. Ya'ni asli 1 millat bo'lgan kishilarni yuz kiptiga, yurish turishiga qarab turib, susiylar va tusiylar ayirib qo'ygan bo'lsa, bu baribir tadrijiy yoshirin sing'ish jarayonida bir-birisiga dushmanlik kelgan. Endi xo'sh, bunda bo'lsa, mening bu so'zning hukmlar so'zlashimga endi tema kirma. İnsanlar sözün idraki ma'nosini bilgandan boshlab uning ta'siri ustida astoydil bilan izlanishga boshladi va oxirgi hisobda semantika degan bir ilm vujudga chiqardi. Semantika degan bu atalg'uni 1890-yil Fransiyalik tilshunos Michel Berat grek tilidagi belga ma'nosini bildirgan sema degan so'z yildizi asosida fransuz tilidagi ma'noning o'zgarishi, ya'ni semantiku degan so'zni hisob chiqqan va shundan keyin keng qo'llanish boshladi. Tilimizga rus tilidan kirib o'zlashgan. Hazır bu ilim keng ve tar ma'noda qo'llanilgan bo'lib, tar ma'nodagisi an'anaviy semantika, keng ma'nodagisi hozirgi zamon semantikasi deb ataldi. Tar ma'nodagisi semantika so'zning kelib chiqishini, so'zning shakllanish asoslarini, so'z ma'nosining o'zgarishini, ya'ni so'z ma'nosining kengayishi, tarayishi, ko'chishi qatorliqlarni tadqiqot obyekt qilsa, keng ma'nodagi semantika tildagi barliq ma'noni tadqiq qildi. Ya'ni konkret qilib aytgan chog'da mustaqil va agash morfemlarning ma'nolarini, sözün idraki ma'nolarini, tüs ma'nolarini, amaliy ma'nolarini, so'z birikmasining ma'nolarini, jumlaning ma'nolarini, abzas bileklarining ma'nolarini, biror parcha maqolaning, hatto bir kitob yoki bir shaxsning barliq asarining ma'nolarini tadqiq qildi. So'z tin tashkil qilgan eng kichik birlik. U tovush bilan ma'noning birikishini hosil bo'lgan va muqim qurilma. U bo'lmasa til mavjud bo'lib tura olmaydi. U bo'lmasa inson bir-birini bilan aloqalash maqsadiga yeta olmaydi. U bo'lmasa insonlar o'y fikrlarini bemalol ifoda qila olmaydi. Biz so'z orqali boshqalarning xarakterini va ilmiy quvvatini faraz qila olamiz. So'z orqali jumla tuzib, mavhum hukmlarni konkretlashtira olamiz. Demak, so'z insonlarning o'zini bevosita namoyon qiladigan birinchi quroldir. Har qanday kishining har qaysi davrlardagi bilish iqtidori, bilish nuqtasi, bilishning cho'nqurligi darajasi o'xshash bo'lmaydi. Bu xil ahvolda söz ma'nosining xarakterimi nihoyat murakkab bo'ldi. Tövəndə biz söz ma'nosining 4 xil asosiy xarakterini, ya'ni söz ma'nosining shakllanishi, roli, söz ma'nosining ifodalanishi va tushunish haqida qisqacha to'xtalamiz. Aslida bu so'zning 4 xil xarakterini to'xtalish bilan birga so'zning tus ma'nosini qo'shib o'taylik. Bizning Uyg'ur tilida 9 xil tus ma'nosi bor. Bu Uyg'ur tilimizning rangdorligini favqulodda zo'r darajada oshirgan, hatto Qur'on Karimni tarjima qilgan Muhammad Yusuf Qarindishimning o'tiradi shayx Muhammad Salih Damollarni tarjima qilgan. Demek bir Kur'an-ı Kerim'deki tercümesinde fevkalade zor tıl baylı boğandan başka hissi tüslerini ifade kıldığın bir asas bulmasa ifade kılamaydı. O bir ilahi kitap hem de. İngilizler'in özleri deydi ki bu Uygur tilideki fasahatke İngilizli yetemeydi ki yani Kur'an İngilizce tercüme kılıp onun fasahatı Xitaysı mayin isimleri küreşken yüzünden de o Maciyan'ın tercüme kılan tercümesi mi payqo pasalık deymiz. Ama Uyghur tilida bu kadar pasalık çıkar. Demek bu bizim sözümüzdeki payqolarda ifadalash quvvatini zorluğunu bildirdi. Şuna o tus ma'nosini kirgizdim. Allah qalsa kelajak muslimlarning davom bo'lib qolsa, o'cha so'zga nisb qildi. Unda men bu so'zning 4 xil xarakter ustidan to'xtalman. Birinchi, so'z ma'nosining obyektivligi va subyektivligi. Har qanday so'zning ma'nosi obyektiv shayga qarata bo'ldi. Ya'ni bir so'zning vujudga chiqish uchun uni ro'yobga chiqargan moddiy asos bo'lishi kerak. Masalan, kitap desek kişilerin köz alıp tüplengen, muqavlangan basım yoki yazma eserleri degandek muayyan tushuncha qildi. Bu xil bilish natijasi aniq tovushlar bilan, ya'ni ki, i, ti, a, b degan tovushlar birikganda ondan kitap degan bir so'zni bir so'zga aylandi. Ya'ni bir so'z vujudga chiqish uchun cho'qim bir uni obyekt bo'lishi kerak. U bo'lmasa u so'zni paydo qilish uchun u mavhum hukm bo'lishi kerak. Sözün subyektiv ma'nosi bo'lsa, har bir shaxsningki şeyler bo'lgan tunishning farqli bo'lganligi natijasidir. Masalan, o'qigan kishi bilan o'qimagan kishiningki tabiiy fanliklar bilan ijtimoiy fanliklarning quyosh, oy, yulduz degan şeyler va kun tutilish, yer tavrish degandek hodisalar haqidagi bilish o'xshamaydi. Ikkinchi, so'z ma'nosining umumiylik va konkretligi. Umumiylik deganda kishilarning engilgi yoki lug'atlarga ma'nosi ko'z tutildi.
Mesela o'quvchi deganda uning lug'atdagi ma'nosi har xil maktablarda ilm tahsil qiluvchi bo'lib, uningda turli o'quvchilar, ya'ni turli davlat, turli maktab, turli jins, turli yosh, turli millat tavalludli o'quvchilarning o'rtaq alaylik ko'rsatilib, o'tirishga farqli nazardan saqit qilindi. Konkretligi bo'lsa, oxirgi mazmun qisqartirib o'tdim. Konkretligi bo'lsa, konkret nuqta texnik ro'shan ifodalandi. Masalan, bu adam haqiqatan odam emas ekan degan jumlada ikki odamning biri fiziologik haqiqiy odam ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchi odam fazilatini, axloqini, odam deyotganlarni ko'rsatadi. Bir jumlada ikki odam bo'lgan bo'lsa, ikki odamniki konkret kontekstdagi ma'nosi o'xshamli bir fikrni bildirdi. Uchinchi so'z ma'nosi muqimligi o'zgarishchanligi. Har qanday so'zning tovush bilan ma'no o'tirisidagi munosabatini shu davrdagi ijtimoiy kollektiv belgilaydi. Bekitilib bo'lgan kun ijtimoiy odat aylanida muqimlikqa ega bo'ldi. Hech qanday o'rin va shaxs o'z xohlagancha o'zgartira olmaydi. Masalan, ilm fan, ilm ma'rifat degan juft so'zlarni ilm madaniyat deb o'zgartib olsak bo'lmaydi. Chunki ilm madaniyat kategoriyasiga hukmdir. Shunga o'xshash do'ppisiga jigdi salmoq degan idiomdagi jigdi degan so'zni xohlagancha miyu bo'lsa o'xshash ma'no bildiradi deb do'ppisiga olma salmoq, do'ppisiga shapli salmoq so'z bo'lmaydi. Ya'ni idiomli xarakter yo'q deydi. Chunki xalq tarafidan shunday muayyonlashtirib bo'lingan. Uni o'zgartman deyish amaliyotda fitnatga sabab bo'lgan bosh narsa emas edi. O'zgarish deyilganda bu asosiy so'zimizning kengayishi, tarixiy va kuchish jihatlari ro'shan gavlandi. Masalan, bosh degan so'zning odam bedenining yuqori, hayvon bedenining ko'z, quloq, og'iz, burun qator a'zoni o'rlashgan qismi, ya'ni kalla ma'nosini bildirgan bo'lsa, mushu asl men asos qilib turib, tövendikide köşmelerinin şekillendirildiği buldu. Mesela tik öğrenlersen yukarı tarafa. Mesela tağ beşi, tonur beşi degendik. Başlık rehber ma'nosini bildirdigan, sizin ularga baş qildik degan. Yani en mühim asas ma'noni bildirgan baş vazifa, baş bölük. Birer kasb yoki sahada boshqalar yetakchilik qiladigan baş katib, baş injener degandik. Menga aql, hush, zihin ma'nosini bildirgan. Yani uning beshida joyida bo'lsa, ashuna gap qilamdi deb. Miqdarni bildirdi. Bir baş piyoz, ikki baş qo'noq degan o'xshash. Kengish bo'lsa so'zning asl ma'nosini kengaytib, uni yangi ma'noga ega qilishdir. Masalan, kir degan so'zni oldigan bo'lsak, narsaning ustiga badanga qo'ngan, chaplashgan, yuqqan, chang to'zon qatori pastki narsani ko'rsatadi. U oq ko'nga kir qo'ndirmay yuradi degan o'xshash. Keyin ma'nosi kengib kirlashgan kiyim-kechakni ko'rsatgan bo'ldi. Vaqtimning borida kirlarimni yuvitaydi degan. Keyin tegim kengib yomonlik g'um degan ma'noni bildirgan bo'ldi. Sen ağıyla tursan ko'nglinda kir saqlab yuraman men degan o'xshash. To'rtinchisi so'z ma'nosi aniqligi va tutuqligi. Söz ma'nosi aniqlik deganimiz so'zda aks etgan obyektning aniqligini ko'rsatadi. Masalan, odam, kitob, kalla, non degan so'zlar ifodalaydigan obyektlar boshqa turli obyektlarning ro'shan farq qiladi. Tutuqlik deganimizda ba'zi so'zlarning fasilidan aniq bekitilmagan bo'ldi. Masalan, o'smir, yosh, qeri, sovuq, ilman, qiziq, issiq deganga o'xshash. Söz ma'nosi aniqligi bilan tutuqlik tilda o'xshashlar nihoyat muhim bo'linadi. Ularning o'zi xos ishilish o'rnlari bo'ldi. Masalan, fan texnika, qonun tuzumlarida so'z ma'nosi aniq darsi muhim bo'linadi. Masalan, matematika bo'lsa matematika, uning endi tuz ma'nolar bo'lmaydi, qilish bo'lmaydi uni. Chunki uni simulyatsiyashga, obyektlarga mavhumlashtirish bo'lmaydi. Qonun o'rnlaridimi shu? Nima jinoyat o'tkazgan shu obyektni aniq deyish kerak. Agar uni mavhumlashtirgan, simulyatsiyalashsa, uni hukm qilish tez bo'ldi. Shunga so'zniki ma'nosi aniq bo'lgan vaqtida uniki bekitilishimi aniq bo'ldi. U tutuqlik sal qarab o'xshamaydi. Hamda tutuqliganda adabiy asarlar ko'proq ishlatildi. Masalan, o'lim razil emas degan bir misrali bor. Qanimining aks sadoyim deydigan she'r misrali uchraydi. Uning tutuqlik bor, u tasavvurga, simvolga ega bo'lgan bo'ldi. To'rtinchi so'z ma'nosi aniqlik va tutuqligi. Sözün hukmdarısı muqimlash tilning birlik kelishida, qiliplashida favqulodda muhim rol o'ynasa, tilning birlikka kelishi milliy kimlikning ro'yobga chiqishida birinchi rol o'ynaydi. Tövendeki ikki amaliy misol ko'z qarshisining to'g'rilik jonli isbotidir. 1789-yil Napoleon Korskdan Parijga kirdi. Shu 20 yosh vaqtda Napoleonniki. Kirib Fransuz xalqining u qadar tushkunlashganligini ko'rdi. Bu alim bu. Napoleon şu 20 yaşında bir alim ders vergan. Matematik favqulodda yaxshi, ana tilda favqulodda yaxshi. Fransuzlar yilma 12 yoshgacha ana tilda o'qitdi bola. 12 yoshdan keyin bosh planda o'qitdi. Ma'rifat shunda hozirmi? O'tgan bir fransuz kelgan o'sha naq shundaq dedi, u muxbirma. Buning sababining 13-14% xalqining ham adabiy tilni tushundiganligini bildiradi.
Yani Fransa'nın bundan üç gelişmekte birden bir sebep ana tilindeki edebi tilini bilmezlik. Biz edebi til ve canlı til iki bilmiyoruz. Köpünce ben otağım edebi til, ben edebi til sözlattım. Ama bir Kaşgarlı kardeşimiz ya otelde kardeşimiz çıkıp sözlegen bolsa, o otel şivisinden başından bilemiyorum. Mesela bir otel kardeşim de benim o boğunak yap çoğunbağın gıday ekenen dedi. Kulkam galit oldu. Ne dedi olsa boğunak yap çoğunbağın gıday dedi. Şunu Türk deyip cümle Uygurca ama düşünemem ben de. Vay kardeşim baş oylaşıp kalmasıyla benim kesbim edebiyat ama maaşını pek düşünemedim hem de. Boğunak yap çoğunbağın gıday dedi görsem o fotoğraf şiviyesinde boğunak çan tuzağın dengi yapken de hem de. O çan tuzağın yap çoğunbağın gıday dedi. Bu kadar dehşet okuştam da hem de. Şunda küldüm, isim geldi, hazırım külmem. Mutali bacım oturadı, abla bacım oturadı, oteli bak, almayaptı Yusuf kardeşimi bildim. Demek, ben edem, naydı, hayacanın sözlüsü mü, edebi tilde, ortak birlik eken bir söz bilen düşendiremizse, özüne, demek, ağırlık için, sözlük için en ergazap, ağırlık için kaybolması deydi var, bu meşhur terimli bu edebiyat değil mi? Xuddi şunun o'xshaydi. Napolyon 13-14% xalq chiqib qolgan, 80% yaqin xalq edebi tilni tushunmaydi. Ya'ni bir podshohning amrini tushunish uchun uni tilni bilish kerak. Tushunib tushish kerak deb, oldi o'qib chiqqan vaqtida birinchi deb qilgan ishi butunlay ona tilni, ya'ni edebiy tilni umumlashtirib, uzunbay Parij, Fransiya imperiyasini qurib chiqdi, hammamiz bilamiz. Ikkinchisi Otto van Bismarck. Otto van Bismarck boshvaraga chiqqan vaqtda bugungi Prussiya 316 bellikda. 316 bellikning 316 shivisi vardı. Otto van Bismarck William Padshoh deydi. Biz Muşu Prussiya imperiyasi bir imperiya qurib chiqqandan keyin albatta 316 bellikning shivisini birga keltirishimiz kerak deydi. Agar bizning qarorimizni, bizning irodamizni bildin deydigan, o'zimizning tilni bilish kerak uni degan. Birinchi qilgan ishi ona tilni birlik keltirgan. Ikkinchi qilgan ishi çirkov ma'rifini bilan davlat yurgizib olgan. Chunki Muhammad Yusuf Shayx dedi. Bunun puşqaqda o'qimanglar dedi. Muntizim ekan. Ma'rif deyish muntizimiyat bo'ldi. Yani bunun puşqaqda o'qil degan vaqtida, yani mayli madrasa bo'lsin, mayli yaras qanday nom atalgan bo'lsin, bu pedagogni bilish kerak. Yani bir oldi o'rtaq o'quvchiniki tushunadigan bir tilni so'zlash kerak, uning xarakterini, psixikasini bilish kerak, tushunish kerak, uni yetaklash kerak. Yani anglayotgan bola o'ziga bo'lgan ishonchini turg'ish uchun cho'qim o'qituvchining yetaklashi bilan bo'lishi kerak. Buni o'rganish kerak. Yani biz pedagog o'qidik, 4 yil o'qib bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Yerini praktik qilamiz. Bir adam 4 yil o'qib pedagogda, yerini praktik qilib o'qitib kelsa, boshqa qolib, men o'qituvchilik o'zim o'rganib olayim deb o'tirib saylab chiqqan bo'lsa, demak bu yerda bizni bir gap bor. Mushuk arab qalsan, qarabasa so'ray deydi. O'sha fojia kelib chiqdi. Bugungi bizning fojiamizning asosiy sababi mana shu. Tarixdan buyon bir qavmning ko'plab rivojlanishi, gullanishi va oxirgi hisobda millat bo'lib shakllanishi tilni g'oyat zo'r o'ynaganligida qil shubha yo'q. Bunda ayt misollar son-sanoqsiz. Ammo bugungi kun kelganda tilning taraqqiyoti shu pallaga yetki, yangi hukmlar orqali yoki so'zlarga yangi ma'no yuklash bilan qaplamasin qilinmoqda. Uyg'ur millati tarixdan buyon o'z tilining lug'at so'zlarini betishda so'zning idrokiy ma'nosiga u qadar ahamiyat berganki, har qanday yangi shayga, ya'ni mayli yengden yasalgan söz bolsun, yoki sırtdan qabul qilgan söz bolsun, şu obyektning mohiyatini aniq ifoda berishga favqulodda diqqat qilgan. Bo'libmi, sırtdan qabul qilingan so'zlarga qaraydigan bo'lsak, ajdodlarimiz o'zining qimmat qarashini, aqliy iqtidorini namoyon qilgandan boshqa ijtimoiy o'rnin alohida diqqat qilganligini bila olamiz. Ya'ni bu ijtimoiy o'rin alohida diqqat qilganligimiz degan chaqda bir odam o'zini tuvan odamdan birini qabul qilgisi kelmaydi. Masalan, tilni ishlatdim, biz Xitaylılar bizim üstümüzün, yani hakimiyet bir şey olsun, biz müstakil kalmaz mı? Xitay işletişi bir kısa hızlı olmaz hem de. İşletişi kalamayız. Demek ictimai orun fevkat ehmet verdi diyen gap, özünün ki bu şu gorurunu, ilmi gorunu saklagan diye ma'no bildirib bir yerde. Mesela, medeniyet diyen bu sözün lügat ma'nosi bir millet yaratgan barliq maddi ve ma'naviy boyliqlarının muvaffaqiyatning umumiy yig'indisi bu. Bu Uyg'ur millati medeniyetning so'ziga yuklangan ma'no. Asli ma'no bu emas. Ajdodlarimiz bu so'zni arabcha qabul qilgan, ammo bu kalimaning tamoman o'xshash ma'no bo'lgan hazorat va uning yaqin saqofat so'zini qabul qilmay, balki shaharlashgan fuqaro degan idrokiy ma'nodagi davr bilgich, hatto bir mafkura simvol qilgan kalimani qabul qilgan. Ya'ni biz madaniyat degan so'zdan
Arapçadan yani şehirleşken degan ma'ni bildirgan so'zni qabul qilib ekanmiz. Yani hazarat bor. Bugun turgan kultur qarshilashida talashyapmiz biz. Uyg'urlar an deyishgan. İngilizce 15 asrda millat. Ammo biz miloddan ilgarilam yiziq ega bo'lgan. Bizning yiziq tariximiz 2500 yil. Dunyo e'tirof qilgan tarix 2500 yillik bizning yiziq tariximiz. Ham tavuşan şeklini üçün qancha yil ketdi biz yerga. Turgun alması rəməl 10 min yıl deydi. Mənim nəzərim 8 min yıl deydi. Demek bir tavuşan şeklini üçün pek uzun yere gidildi. Demek bir yerde hazarat ve sakafitte söz tutsa, yani medeniyet, bizim ilmi sahabat bildiğimiz söz, onu kabul kılmayı bizim ecdadımız şehirleşken. Biz Badırmaya, yani Badırıp tonu yasagan, Badırıp uçak aska adamcıma biz, sanki çöl halk emez, yayla halk emez biz. Badır şerif. Ma bir ilmi gurur, bir xil yüzünün yüksekliğini bildirilgan. Fevkalade adamga bir hayalini berdigan, söz qabul qilayotganmish yozuvchi shoirlarimizning ilhom berilgan bir minbar desak bo'ldi. Yani bayatı ötekte bu sözün esmen şerleşken fukara degan men idrak men davr bilgisi hatta bir mevcut sumak ona da millet yaratgan bar maddi men bar muvaffaqiyatning yig'indisiga ma'no yuklaydi. Demek ecdadlarımız sözlerini qabul qilishda, tanlash ve çallashda Allah'ın nazik metal qo'llangandan boshqa favqulodda yüksek ilmiy g'ururni namoyon qilgan. Shunga buğumuz Mahmud Qashqari o'zimizning bu qadar yüksek, mag'rur, ro'yi cho'nqirgan nihoyat yaxshi bilgachga vahiyni, yani ilahi kitobni xotirish qo'lga arab tili bilan begüçerlik degan ve onu isbotlagan. Alisher Navoiymi Muhakimetil Lug'atayn bir kitobi bor. Yani Uyg'ur tili fors tilida ishlanadi. Mahmud Qashqari bo'lsa arab tilida Uyg'ur tilida ishlanadi. Her ikisinin gayesi nima? Uyg'ur tili sınırda kelmeymez. Çünkü şu 15-asrlarda arab tili, asalist, fors tili, shekarist, Uyg'ur tili, Venarist degan bir atalib umlashib ketgan vaqtida shu anda mushik kelmishi, mushik shekinchi Alisher Navoiy, yani Venarist degan so'z ba'zi bir qarindoshlar, yani Venarist kasbda ifodalaydigan til bo'lgan, to'yar qaldam tilimi deb bo'ladi. Yo'q, unday emas. Venarist degan texnik til degan gap. Yani bugungi ingliz tiliga o'xshaydi. Yani bugungi ingliz har qanday kashfiyotniki ismi qo'yiladi ingliz tilida. Yani hukm doirasi logik iniq bo'lg'achqa bu o'zing til bilan har qanday narsaga ism. Hozir yangi kashf qilingan narsa ingliz bo'lishning sababimiz shu. Bizning ayni vaqtda tilimiz shuda. Yani texnik tilda. Bu Venarist tilida Yunar en keng umumlashgan vaqtda o'ttir asrlarda shu tilni ifodalab beradigan eng nozik narsa ifodalab beriladigandir. Ben o'zim ba'zi hayron qolgan bolalar darsda jarayonda uchragan so'zlarni vahana bir so'z uchrab qoldi. Vahna degan so'z. Bu nima lug'at aqtuvdim. Qarasam bu o'rniqda o'tirib beldan ekan. O'rniqda aslında tek muqimlash uchun bir beldam tutgan. Shu beldamni vahna deydi ekanmizda biz. Bu kadar zil, bu kadar iniq ifoda quvvati ekanki, ajdodim hammaga ahmad tegdi. Gizi kelgan shuni askarib qo'yish kerakki, muajiratda bir qism kasbiy axloqqa zid, ana tilimizning nimadan derak beradiganligidan, tilovatimizning qanday shakllanganligidan to'liq xabari yo'q bir qism kishilar va organlar ajdodlarimizning bu muqaddas merosimni bilmayapti ekan, aytmayapti ekan deb xohlagancha ma'no yuklagandan sirt yetuk tilshunos ustozimiz marhum Mirsulton Osmonov boshlig'i tuzilgan vatanimizdagi 30 million xalqning bemalol qo'llanib kelayotgan yangi imloyimizni po'sh demak, yangi so'zlik, yangi imlo paydo qilish o'rnatdim. Bu xil nadonlarcha ilib berilgan qilmishning tafriqchilikka, bo'lgunchilikka sabab bo'lish mutlaqdir. Yuqorida bu xil belgilanmagan bir millatga qancha zarar keltirgan amaliy misol keltirib o'tdik. To'yanda bo'lsa bu xil qilmishning siyosiy kuchlarning qanday foydalangan amaliy misolini isbotlaymiz. Mutaxassislar bunda bir qisqaroq tajriba ishlagan. Oldi bilan o'quvchilarning formasiga asosan oq ko'ylaklar va qora ko'ylaklar deb ayirgan. Bir mezgil mush atalgan qo'llanib, oq ko'ylaklar darsda yaxshi ketyotdi, qora ko'ylaklar insonda yaxshi bo'lib ketib bordi deb ular bilan aloqa qilishgan. Gerçi qo'llangan atalg'i ijobiy bo'lsa-mu, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu o'quvchilar to'pida tabiiy holda bir-birini mansitmaslik alomatlari chiqqan va ziddiyat o'tkirish dushmanlik darajasiga yetgan. Yana bir turkum o'quvchilarning ko'zining rangiga qarab, ko'k ko'zli o'quvchilar va qo'ng'ir ko'zli o'quvchilar bor ekan. Ayvon yuqori qatida tamamen o'xshash chiqqan. Demak, kishilarning xizmatiga, darajasiga qarab ayrishdan oq yoqliqlar, ko'k yoqliqlar ayrimizga xizmatiga qarab, kirmi qarab ayrish bor. Hozir qanday qoldi desam, söz qarab qaplab bekitdi demdi. Sözler orqali qaplab ayrilgan bo'ldi. Ba'zilar bu metodni ma'lum taraqqiy qilmagan bo'lib, islom dunyosi keng qo'nib favqulodda unumga erishgan. Masalan, Arab sotsializmi, Arab bahori, ilmiy islom, Arab inqilobi degan o'xshash. Fransuzlar bu metodni qo'llab g'arz etgan qeri jangirlarning birisi.
bayar deb o'tgan Ruanda nimesini mana 200 yillik bir tarix bir avlod qisqartdim dedim ғой, hozir shu yerga keldik endi. Bu Ruandani oldin belgiyaliklar kontrol qilgan, keyin nemislar o'tkazib, keyin fransuzlar qolgan. Bu yerda 60 kun mustaqillikka ega bo'ldim. Shu 94-yili shu ashuliq Rusiylar, Turkiya deb ayirib qo'ygan shu so'zning bilan qattiq qirg'inchilik berdik. Buning netimiz sevaman. Fransa davlatini arış aldida Allah tövənliklər rəzil usul qo'llanib ayrılgandan keyin davomli kontrol qilish maqsadiga yetmoqchi bo'ldim. Ular bu davlatga 12 mingga yaqin aholining fiziologik alaylik asosan 100 kipti, uzun chaqiraq kelgan 9 ming aholining tusilar, qish quyuq 100 kipti, 4 chasa qo'polroq chiroyliklarning 1,5 million tip usilar, ardikilar musilar deb atagan. Huquqni asosan o'zlari tusilar deb atab qo'ygan kishilarga bergan, garchi ular bir millat bo'lsin, bu vatanning qo'nish jarayonida bara-bara arliq paydo bo'lgan va tusilar huquqining payini usilar maslikka, past ko'rishga, oxiri zulm qilishga boshlagan. Usilar o'zlariga qilayotgan bu ig'ir zulmni fransuzlar shikoyat qilib turgan bo'lsa-mu, ammo samonning asli suv yugurib yuravergan. Chiqib ketadigan chog'da butun huquqni usilar yetkazib bergan, qattiq zulm uchrab turgan bu usilar fransuzlarning o'zlarining qutqazish xudosida bilgan va o'zlariga uzun zulm qilib bosib shariqatni o'chish boshlagan. Etnik sostavi bir bo'lgan, qiyam qindirishning qon qindirish bir atalg'i sababdan bir millat bo'lsin 3 qatlamga ayrilib ketgan. Bu xil ahvol bizning eg'ir bo'lgan. Bizda millat ayrilishi o'zbek, Stalin mashhur gap, biz xohlagan millat ro'yobga chiqara olamiz deydigan. Ya'ni Turkiya degan bir millat hesabda o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar, no'g'ay deb 126 deb millat parchalanib ketgan biz. Ya'ni turk millat. Aslida biz bir turk. Ya'ni ayni vaqtda biz bir yeziq bilan butun Mavra Unnayhirdan boshqa o'sha Romlar uchun kelaydik. Bir turk tilidan. Ammo ayrıldık. Hamda biz Uyg'urlar ayrılgandan keyinmi, ya'ni qanday o'sha so'zning ta'siri favqulodda uchirdi. Uchirgan so'z nima bo'lsa, bizda hammamiz bilan sopular va shariatchilar. Bu 16-asrda bir imperiyani, bir xandalning yıkılışı sebep bo'lgan, Saidiya xandalning yıkılışıga. Sofilar shariatchilarni, ya'ni ahli sunniy val jamoatni nima deydi desa, bular shariat deydi. Ya'ni shariatda bo'lsang, o'ltirib chayonni, tariqatda bo'lsang, qiynama jonni. Mushu falsafa va ideologiya bilan qanday qilgan desa, bir e'tiqodga bir millat o'zini ikkiga ayirishga, shuni qatlam boshlangan. Ya'ni mushu sofilar va shariatdan bir-biri qirg'inchi bo'lgan statistikada 10 million Uyg'ur qirilib ketgan. Ma'noda 800 ming 1 million yaptı, o silah tusilarnikida 94 qirg'inchilikda qatlamda. Biz 10 million. Fakat sofi va shariat deb ayrılib qolganligi uchun. Yine biz Saudiyada ko'rdim sofilarni bizim degan bir kelmaydi. Shariat deydi, Alloh shirik keltirdi, pir yo'q. Yani Allah ibadet qilishda o'tirib vosita yo'q deydi. Ammo bular bir vosita va avliyo bor, o'tirib pirimiz bor deydi. Shundan bir e'tiqodni ikkiga bo'lib o'tdi. Demak, bu yerda faqat bir so'z. Bir millatning turmushida yangi bir atalg'i paydo bo'lsa, unga ehtiyotda muomala qilish kerak va har vaqt hushyor turish kerak. O'tgan asr 30-yillarda o'qimuş kishilar olim, ulamo deb hurmatlanadi. Keyin olim o'quvchilarning bo'lsa, ziyoli deydigan bo'ldi. Maktab o'qigan, madrasa o'qigan talib, maktab o'qigan o'quvchi deydigan bo'ldi. Ko'ratimiz hozir ziyoli bilan ulamo o'tirsa bir hang bor. Bugungi o'tirishimizda bizim Şeyh Muhammed Yusuf bin Abdülhacan başka hech kim yo'q edi. Endi bularniki mush ziyoli degan hukm bergan ta'birda bir so'z ortiq. Muhammed Yusuf Şeyh anımda dinsiz. Ziyoli degan kim o desa dinsizlar deb. Bu hukm sınırlı. Bu gap bir ma'lum mesela bir narsa ziyoli degan ma'nosi nima debdi. Ziyoli degan bizning istimal amalımızda Unurusunu bütleyen kişi ziyali deymiz. Ahmet Arapçının qabul qilgan nur degan ma'noda. Yani ziyali deb sifat yasaldı. Shundan shu kishiniki xarakterini ilmiy quvvatini bildirdi. Desem dinsiz degan ma'nosi yo'qmi dedi. Yo'q, bizning hech qanday so'zimizda dinsiz deb bizning ochiq davosizga dinsiz deb. Biz dinsiz deymiz shu. Uni simol xarakterlarga ko'chman ishlatmaymiz, istimal ma'nosi yo'q unda deb desem Palançı Musa deb ism atida yurkim o kadar paç bo'ldi ekanki, demak, mush bir so'zning ishi hamdi.
Xo'sh, unda bo'lsa bugun davomli. Masalan, mustaqilchilar, avtonomchilar, demokratchilar, an'anachilar, islomchilar, cho'ng jamoat, kichik jamoat, shar'iy bolalar, askariy bolalar bu xil otoqon ko'rib chiqqan avom qattiq hazar edish kerak. Va vaqtida tabiiy qilinib jamoat nazarini siqib chiqarish kerak. Bo'lmasa mustaqil amalga oshgandan keyin xususiylar o'zini qiyin qilishimiz mumkin. Ben ana tilni gibini qilib barmiz biz. So'zing gibini aytib, bu yolg'iz bu aloqaning vositasi emas. Ya'ni bir tafakkurning, ya'ni mafkurning vujud chiqishida til birinchi o'rinda turadi. Biz Uyg'ur tilini qo'llanib Uyg'ur bo'lamiz. Agar Uyg'ur tilini qo'llanmasak, biz u Uyg'ur vakillik qilamiz. Masalan, Ahmad Osmon she'rlari arab tilida yozildi, Suriyadagi 6 peshvoning birisi. Farabi arab tilida asar yozganligi uchun arablarning peshvosi. Demak, har qanday bir g'ayrat asi bor vatanda bor, Xitoy tilida yozgan uchun Xitoy adabiyotining peshvosi. Demak, qaysi tilda asar yozgan bo'lsak, shu millatning ideologik simvol qilinganligimiz uchun, shu millatning tafakkurini ifoda qilganligimiz uchun, shu millatning metodini qo'llanganligimiz uchun, shu millat tavob. Biz xohlasa xohlamasaqdir. Ya'ni demak, biz Uyg'ur tilimizni yolg'iz aloqasiz vosita deb o'ylab qo'ymay, u tafakkurning, mafkurninki bir madaniyatning ayniki, u uzunchilik ajdodlarimiz qon, yosh bilan qo'g'dab kelgan, bugun kunlik kelgan chaqda Xitoylarga hojat yo'q bizniki. Biz o'zimizdan bir taraflab ketib boramiz, o'zimizdan voz kechib boramiz. Ko'p rahmat. Söz qoldi.